aldık. Ona ulaşmak. Birinchi farzandimizni qaychalari bilan birga keldik. Ko'rdim. Men o'qituvchi bilan o'quvchini orasidagi ochiq muloqot, ularni dars jarayoni, keyin o'quvchini aytmasligiga, keyin o'qituvchini rag'batlantirish kerak rejalarimiz bor. O'quvchini agar yoshli bilan masharat bo'lganda men jonjak qilib bergan bo'lardim. Kullanmaya yakınlaştık. Vatandaşlarımız bu alışverişi sonuçlarını görüp geçmişte kalıpları çıkarması gerekir. Aprel kuni soat 8:dan mana umumta'lim maktablariga bu tumanda mavjud bo'lgan barcha umumta'lim maktablaridan ko'plab ilmga chanqoq ajoyib o'quvchilar bizning Jabron muvaffaqiyatlantirilgan maktabimizga tashrif buyurishdi. Bu tashrifdan biz juda ham xursand bo'ldik, chunki nima uchun? Sababi shuncha aqlli, odobli, bilimli o'quvchilar, ustozlar, ota-onalar bizning maktabimizga qiziqish bildirishganligidan va bu qiziqish bizni juda ham iftixorga, g'ururga to'ldirib yubordi. Nasib bo'lsa, bu ajoyib bilimli, ilmli o'quvchilarning orasidan eng bilimlilarini imtihon orqali tanlab olib, mana shu shinam hamma sharoitlar mavjud, oliy toifali o'qituvchilar dars beradigan sinfxonalarda kutib qolamiz ularni hammasini.